Assalomu alaykum. Men Usmonova Parizod Abduqayumna Respublika bolalar fizioteriya va tayanch harakat tizimi kasalliklar reabilitatsiya markazining bosh shifokori hisoblanaman. Bizning markazimizda Yaponiyaning Beliver kompaniyasini aktiv koralloviy kalsiysi va koenzim qoni ishlatdik. Bolalarimizni tadqiqot o'tkazdik. Mana shu bemor bolalarimizda, ya'ni osteoxondropatiya kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizda bizani davolanish etapimizni 1 yilga qisqartirib berdi. Ya'ni osteoxondropatiya kasalligi o'zi aslida 2,5 yil, 3 yil, 4 yilgacha davom etadigan kasallik. Fragmentatsiya davrida berilgan mahsulotlarimiz bizani mana shu bolalarimizni davolanishini 1 yilga qisqartirib berdi. Bu bemorlarga o'zini yoshiga mos va dozasini davolovchi dozada berildi. Bundan tashqari, kattalarda olib borilayotgan tadqiqotlarimiz natijasi ijobiy, bemorlarda shikoyatlari kamaygan va ularda yurish holatlari o'zgarganini ko'rsatmoqda.